meni otam shunday bo'lganda, meni bobom shunday bo'lgan, men oilada hech mehr ko'rmaganman. Men bir zolim otani qo'lida katta bo'lganman. Men ko'p kaltak yeganman. Men bolaligimda o'tmang. Bizni bahonalarimizni aytayapman-da. Hammamizda bor bahonalarni aytayapman. Biz qachon muzeyga borsak, otam bormagan muzeyga nima qilaman men borib? Qachon bir san'at asarini ko'rding? Qaysi san'atkorni taniysan? Qaysi yozuvchini bilasan? Otang qilgan ishni qilsang bo'lmaydimi? Bo'yingdan baland sakrama. Baland dorga osilma kabi bizni ishlatadigan gaplarimizda mana shunaqa o'zimizni kamsitish bor. Masalan, eng meni jahlimni chiqaradigan o'zbekchilikda deydi. Bir yaxshi ishga aytmaydi shuni. Qovun tushsa aytadi. O'zbekchilikda bo'laveradi deydi. Nega unaqa deysan? Nega endi o'zbekchilikda bo'lmaydi, o'zbekchilikda unaqa yo'q. Nega o'zingni yerga urasan? Nega o'zingga bergan bahoying past?